Assalomu alaykum. Obunachilar, kanalimizga takror xush kelibsizlar. Xudo xolasa bugun qo'limda yangi vakansiyalar bor edi. Bu vakansiyalarni to'liq sizlarga yetkazmasdan oldin kanalimizda yangi bo'lsalaring, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni unutmanglar. Va bundan tashqari doimgidek menga bog'lanmoqchi bo'layotganlar do'stlar, mana Instagramdan sayohat olami deb yozsalaring chiqadi va bundan tashqari Telegram gruppamiz ham mana do'stlar, rasmlargacha olib qo'yapman. 14,000 atrofida odami bor bizning Telegramda. Boshqa bir fake nimalar ham bor do'stlar. Telegramlar ham bor, sayohat olami bizning nomimizda, lekin bilinglarki, ular biz emasmiz. Faqatgina bizda mana shu 14,000 obunachisi bor Telegramimiz bor va bundan tashqari yana 2,000 dan ziyodroq, 2,5 ga yaqin Telegram kanalimiz bor xolos do'stlar. 2 dona shu. Boshqalari bilinglarki fake. Mana shu Telegram gruppaga kirsalaring, bizni yordamchilarimiz, ya'ni operatorlarimizning nomerlari turibdi shu Telegram kanalimizdan. To'g'ridan operatorlarimga ham bog'lanib, bu vakansiyalar bo'yicha, bugungi vakansiyalar bo'yicha ham to'liq bir ma'lumotlarni olishlaring mumkin do'stlar. Xo'p, endi asosiy bir maqsadga o'tadigan bo'lsak do'stlar, Yevropa, Niderlandiya va Germaniya va Belgiya kabi davlatlarda vakansiyalar bor do'stlar. Faqatgina buni bitta sharti shuki, Yevropada yurganlar uchun xolos. O'zbekistondagi insonlarga bular приглашение qilib bermaydi. Lekin Latviyada, Litvada, Slovakiyada, Bolgariyada, Xorvatiyada, Vengriyada shuning kabi shunga o'xshagan davlatlarda yurgan, Polsha kabi ID kartasi bor, rus tilini bilganlar bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa mana shu vakansiyalar bo'yicha sizlarni Yevropada yerlashtirish imkoniyatlari bor do'stlar. Albatta ma'lum bir miqdorda xizmat haqqi olinadi, lekin %100 sizlarni garantiya ishga yerlashtiriladi. Bilinglarki do'stlar, bular polskiy firmalar bilan A1 sertifikat bilan ishlatadi xolos do'stlar. Bu yog'ini ham bilinglar. Bugungi kunda internetlarda bot men eshitib qolyapman. Germaniyaga sizlarni jo'natamiz, Gollandiyaga jo'natamiz, Belgiyaga jo'natamiz, Norvegiyaga jo'natamiz deyotganlar ertak aytayapti xolos to'g'risi. Aldash uchun sodda xalq ishonib ketaveradi. Shuning uchun ham ehtiyot bo'lganlaring yaxshi. Endi asosiy bir maqsadga o'tganimizda Niderlandiyada ishimiz bor do'stlar. 2 ta mutaxassis kerak bo'lib turibdi. Polsha karta pobedasi bilan. Bu ish oyna o'rnatish ishi do'stlar. Polsha ID kartangiz bo'ladigan bo'lsa, bo'ladi. 18 yevrodan soatingizga beradi do'stlar. Tez orada 20 bo'lib ketishligi ham mumkin. Ya'ni 20 yevrodan ham soatingizga berishligi mumkin. Lekin boshlang'ichi 18 dan beriladi. Xabarlaring bo'lsin. Polshani o'zida ham ishlarimiz bor do'stlar. Bundan ham xabarlaring bo'lsin. Endi buni aytmay qo'yaveray. Polsha shart emas. Bizga asosiysi Germaniya, Gollandiya, Niderlandiya qiziqarli. Shuning uchun ham yana Germaniyada Kaiserslautern degan bir yer bor. Shu yerda universal quruvchilar kerak bo'lib turibdi do'stlar. Soatingizga 12 yevrodan beradi. Yashash joyi uchun lekin 300 yevro olib qoladi. Transport bepul beriladi va bundan tashqari quruvda qilinadigan ish migmak, payvandlar do'stlar, payvand ishlari. Qurilish sohasida alohida beriladi. Payvand ishiga yana alohida pul beriladi do'stlar. Payvand ishlari, payvandchilar bo'ladigan bo'lsa, bu ham xuddi mana shu shaharchada, Germaniyaning shu shaharchasida, bu yerda shu payvandlar uchun 15 yevrodan beriladi do'stlar. Oyiga bu yerda qolishligingiz uchun 100 yevro ishlab qoladi. Bundan tashqari yana Wolfsburg degan yer bor do'stlar. Bu yerda ham forklift haydovchilari kerak. O soatingizga 13 yevrodan beradi. Oyiga 120 yevro yotoq joyingiz uchun ishlab qolinadi. Bundan tashqari yana Allersberg degan yer bor. Avtomexanik u yerga ham kerak bo'lib turibdi. Soatingizga bu ham 13 yevrodan bepul yotoq joyi do'stlar. Bular mana shu Allersberg degan yerda do'stlar. Bundan tashqari Frankfurtda ham ishimiz bor. Santexniklar kerak. 13 va 14 yevrodan soatingizga yevro, ya'ni pul beriladi. Bundan tashqari yotoq joy bor beriladi. Tik payvandchilar. Bular ham shu yerga kerak bo'lib turibdi. 16 va 18 yevrodan soatingizga beriladi. Yotoq joyi bu ham bepul. Bundan tashqari do'stlar,
Estoniyada ham ishlarimiz bor. Bu yerda ham metall yig'uvchilari soatingizga 9 yevrodan beradi. Endi Migmag-dan 9 dan 11 yevrogacha beradi. SNS operatorlar uchun 12 yevrodan beradi. Yashash plus kiyim plus yo'l xarajatlari albatta beriladi do'stlar. Endi deylik, bu yo'l xarajati derkan, bu yerda nimani nazarda tutyapti? Deylik, siz hozir Xorvatiyadasiz yoki bo'lmasa Bolgariyadasiz, mana shu ish uchun kelmoqchisiz. Yoki bo'lmasa deylik Slovakiyadasiz, mana shu Estoniyadagi shu ish uchun bormoqchisiz. Endi siz Yevropadan harakat qilib bormoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, yo oldindan beradi pulingizni, yoki bo'lmasa biletingni olib bileting qancha bo'lsa biz yo'l kelganingdan keyin seni pulingni beramiz deyishligi ham mumkin. Umumiy ayollar, erkaklar, ayol juftliklar hujjatlar bilan yordam beriladi do'stlar. Bunga ayol kishilar ham, erkak kishilar ham xuddi tepasidaganda qaysi biriga qo'llaringdan keladigan bo'lsa do'stlar, ayol bu erkak kishilar bo'laveradi. Faqat Yevropada yurganlar do'stlar, hujjatlar bilan yordam beriladi hujjatlariga. Ish beruvchilar deyapti, ishonchli oyliklar vaqtida beriladi do'stlar. Xabarlaring bo'lsin. Va yana bundan tashqari Yevropada yangi vakansiyalarimiz, yana bundan tashqari bu yerdagi aytib o'tganimdan tashqari yana yangi vakansiyalar Germaniya Munchenda ishlar bor do'stlar. Ofis tozalash, cleaning deyapti, ya'ni ayollar kerak. Ofis tozalash uchun ayollar kerak. Yosh chegarasi 30 dan 55 yoshgacha bo'laveradi. Tajriba kamida bir 6 oy bo'lishligi kerak. 9 va 10 yevrodan soatiga beriladi. Yashash joyingiz bepul do'stlar. Xabarlaring bo'lsin. 200 va 230 soat oyda ishlaysiz. Bundan ham xabarlaring bo'lsin. Transportlar bepul. B kategoriya bo'lsa, ya'ni ustunlik tomonlaringiz bor. B kategoriyangiz bo'lsa, hujjatlar Polsha ishchi vizasi yoki bo'lmasa karta pobedasi bo'lishligi kerak, yoki bo'lmasa Yevropada yashayotgan haq huquqiga ega bo'lishligingiz kerak. Xo'p do'stlar, bundan tashqari yana Belgiyada ham ishimiz bor. Belgiyada Sorre degan bir yerda ekan, qishloq xo'jalik texnikalarini mexaniklari kerak do'stlar. Tajriba mutaxassis bo'lish kerak. Soatingizga 17 yevrodan beradi do'stlar. Asal pul to'g'rirog'i. Tepada ham misol bir nechta o'qib o'tdim. 13 dan, 16 dan, 18 dan beradigan. Bu ham xuddi mana shunga o'xshab 17 yevrodan ekan. Sof qo'lingizga tegadigani, yashash joyi besplatni, hujjatlari Polsha vizasi yoki karta pobedasi bo'lish kerak do'stlar. Mana shu Yevropada yurgan insonlar uchun. Xo'p, bundan tashqari do'stlar, Germaniyada yana Leipheim degan bir yer bor. Etga ham atdelka ustalari, ya'ni remont ishlari uchun ustalar kerak bo'ladi. Tajribali ustalar kerak. Soatingizga 13 yevrodan beradi do'stlar. Yashash joylari bepul, hujjatlari polskiy viza, karta pobeda bo'lishi kerak do'stlar. Yoki bo'lmasa shu Yevropada yashash haq huquqiga ega bo'lgan insonlar ham bo'laveradi do'stlar. Ya'ni biznesdagi yoki bo'lmasa boshpana olgan insonlar, farqi yo'q. Fuqaroliklari, ya'ni Ukraina, mana shu Yevropa birligi yoki bo'lmasa O'zbekiston, Rus farqi yo'q deyapti. Til bularga shart emas. SNG ham mumkin, ya'ni SNG davlatlaridagi insonlar ham mumkin deyapti. Albatta do'stlar, murojaat uchun do'stlar yana takror aytamanki, menga mana shu Instagramdan menga sayohat olamida yozsalaring chiqadi, bog'lanishlaring mumkin. Va bundan tashqari do'stlar, Telegram gruppamiz, mana Telegram gruppamizda ham shu 14,000 hozirchalik shu odami bor, podpischiga bor. Buga kirib turib qarasalaring, meni adminlarim, ya'ni bizi operatorlarimiz bor. Operatorlardan so'rasalaring ham bu vakansiyalar bo'yicha biladi do'stlar. Mana shu Yevropada yurganlarga xudo xolasa ishga yerlashtiramiz. Gollandiyaga, Belgiyaga va Germaniyaga o'xshash shunday bir yaxshi yerlarga ham yerlashtiramiz. Xabarlaring bo'lsin. Faqatgina mana shu Yevropada yurganlar uchun do'stlar. Azizlar, bugun mendan mana shu inshaalloh qo'llab-quvvatlashlik uchun bitta-bittadan like bosib yuborsalaring va videolarimizni tarqashiga ham ko'proq yordamchi bo'ladi mana shu like'laring. Xudo xolasa yana keyingi yangi videolarda yangi vakansiyalardan chiqish nasib qilsin. Hammalaring Alloh panohiga sog' salomat bo'linglar.